U aytadi, shu so'zni farishtadan eshitgan zahotim ko'zlarim ochildi. Shundan angladimki, alhamdulillah, men o'lmagan ekanman. Alhamdulillah, hali tirikman, hammasi joyida. Darhol u turdi, tahorat qildi va 15 yil oldin qoldirib ketgan namozini o'qidi. So'ng yana yillar oldin qoldirgan namozlarni ham o'qidi. Keyin u o'sha dugonasining oldiga bordi. Yoniga o'tirdi va yig'lab, "Iltimos, meni kechir. Iltimos, meni kechir. Men seni yomon gapirganman. Men sen haqingda tuhmat qilganman, xato qilganman" dedi. Dugonasi esa hayron bo'lib qoldi. "Nima bo'ldi? Bizda hammasi yaxshi edi. Birga gaplashib yurardik, xursand edik, yaxshi do'st edik-ku." Lekin u bilmas edi, yillar oldin bu ayol u haqida g'iybat va bo'xton gaplarni gapirib, odamlarga uni yomonlagan edi. Ortidan gapirgan edi. Shunda dugonasi, "Yaxshi, men seni kechirdim. Sendan hech qanday ranjim yo'q. Sen mening do'stimsan." Albatta u aslida nima bo'lganini bilmas edi, lekin uni kechirdi. "Senga qarshi hech narsam yo'q. Qalbimda senga qarshi hech qanday nafratim yo'q" dedi. Shundan keyin u ayol yig'lab, yolvorib turdi va tushundiki, bu dunyo vaqtinchalik. Haqiqiy hayot esa oxiratdir. Mana shu hammamiz uchun ibrat, ey birodar va opa-singillar. Kelinglar, bu din yo'lida qo'limizdan kelgancha harakat qilaylik. Jannatga erishish uchun, hisob-kitobdan o'tish uchun, qiyomat kunigacha bo'lgan mas'uliyatimizni ado etish uchun. Mana shu musulmon sifatida biz izlayotgan narsa aynan mana shudir. Alloh subhanahu va taolodan so'raymanki, bizni Qur'on va sunnatga mahkam yopishadigan bandalardan qilsin.